Bu 5 ta menga yoqqan eng qiziqarli Koreya seriallari, ya'ni dramalar. Birinchisi bu O'lim o'yini dramasi. Bu dramada asosan bitta bola muammolarga ko'milib ketgan bo'ladi. Hamma narsadan to'yib ketib o'zini o'ldiradi. Keyin u dunyoda, endi fantastika aralash, u dunyoda ko'rsatadi hamma narsaga yechim bu o'lim emasligini, ko'rsanglar arziydi. Ikkinchisi bu Oltin qoshiq dramasi. Bu dramada pul odamlarni qanaqa boshqara olishi, pul uchun odamlar nimalar qilishi deb bola bo'ladi. Pul uchun ota-onasidan ham kechib boshqa boy oilani tanlaydi. Boy hayotni tanlaydi. Shu ko'rsanglar, buni ham maza qilib ko'rasizlar. Uchinchisi bu dozoqlik sudya yoki dozoqdan kelgan sudya. Hamma har xil tarjima qilgan. Bosh rolda juda ham chiroyli aktrisa o'ynagan. Ya'ni dozoqdan bitta sudya keladi, u qizni qiyofasiga kiradi. Bu dunyoda yomon ish qilayotgan odamlarni jazolab dozoqqa jo'natadi. Xullas, ko'rsanglar maza qilasizlar. 4-dramamiz bu Falokat eshik qoqqan kun. Bu dramada bitta qiz saraton kasalligiga uchraydi. Bu kasallikni bilganidan keyin nimaga men o'lishim kerak deb turib, butun dunyo yo'q bo'lib ketsin deb tilaydi. Shuni orqasidan falokat farishtasi bilan tanishib qoladi, u bilan sevishadi. Shunaqa bu ham zo'r drama. 5-si bu Baxt dramasi. Bu drama sal qo'rqinchliroq, chunki zombilar bo'ladi yo'da va romantika ham aralash, keyin insoniylikni ham o'rgatadi. Bu dramada og'ir vaziyatda odamlar bir-biriga qanaqa yordam berish kerakligini, og'ir vaziyatda odamlar nima qilishga tayyorligini ko'rsatib bergan. Bir-birini o'ldirib yuboradi ham, bir-birini o'limga itarib yuboradi. Dramada ham ancha narsa, ancha ibrat deydimi, shuni o'zingizga olsanglar bo'ladi. Maza qilib ko'rasizlar.